Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Mana 3-fevral kuni ekilgan, kasetaga ekilgan ko'chatlarimiz, mana qalampir ko'chatlar. Yo'q, bolgarskiy ko'chatlar mana. Ular rivojlanishi ozgina sekin, sarg'ayib qolyapti. Zaxlab qolyapti mana. Orasida zaxlagan joylari bor, zax ketmayapti. Keyin bular torfga ekilgan, birinchidan. Ikkinchidan, torfga oddiy qumalashtirib qo'yganmiz. Torfni o'zi bo'lsa zaxlamaydi, zaxni qochiradi. Endi biz buni zaxni qochirish uchun hamda rivojlantirish uchun biz ustidan ozuqa beryapmiz. Bugun 23-fevral, xudo xolasa. Yana pomidorlar bor, mana pomidorlar rivojlanishi yaxshi. Lekin qalampirlar ozgina sekin rivojlanishi. Biz ustidan ozuqa sepamiz. Hozir sinfeziya tariqasida Road Energy gumisini hamda Gumi Energy degan shu Road Energy bilan Gumi Energy'ni aralashtirib ustidan sepamiz. Xudo xolasa natijasini yana tezda video qilib kanalimizga joylaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.